Usta, Oh. gips kardonlarni olib keldim. Ishga ketaveraymi? Shpaklyovka ham tugagan, undan olib kelib qo'ying. Xo'p, nechtaligini yozib bering, olib kelaman. Aka, nariga xonaga ham 2 qop sement kerak edi. Kecha olib keldim-ku. Tugadi aka, tugadi. Albaster, samarez, keyin quvur uchun turbalar ham kerak aka. Keyin iloj bo'lsa kechga 2 million berib turing, aka, zaril bo'layotdi. Bu baraka topgur kecha pul berdim-ku, pul olasizlar, ishda unumi yo'q. Ha, ish bo'lyapti aka, ish bo'lyapti. Keyin drillimiz ham buzilib qoluvdi. Bitta drill ham qo'shib olib keling. Menga qarang usta, hammasini bo'lib aytmasdan bitta qilib yozib bersangiz bo'lmaydimi? Bozor yuraman deb ishim ham qolib ketdi. Aka, bu siz uyingizmi, meni uyimmi? Bu uy bitsa siz yashayapsizmi? Nima, menga yo'q gapiryapsiz? Narsa olib kelsangiz shu yerda. Olib kelasizmi? Ha, asabiy ko'rinasan. Bu uyni remont qilganimcha jinni bo'lib qolmasam bo'ldi. Yur bozor tushib kelaylik. Ustalarning materiali tugab qopti. Hamma ayb o'zingda o'rtoq. Men senga boshda yo'q aytganman. Uy ta'mirlashda elitni remontga yetadigani yo'q. Bozor yurmaysan. Ishni topshirasan, qabul qilasan, tamom. Yo'q-e? Ha. Men bordim, zo'r kutib olishdi. Ularning xizmati hozir juda ham ommalashgan. Uyni korobka holatida topshirasan, dizaynlarni ko'rsatishadi. Sen esa tanlaysan, ishni boshlashadi. Sifatli, hashamatli ta'mirlangan xonadonni qulf kaliti bilan tayyor holda qabul qilib olasan. Pulini kelishasan, qolgani esa ularda. Sen dam olasan, ular esa ishlashadi. Qurilish materiallarini hammasini o'zlari olib kelishadi. Nomini nima deng? Gapni bo'lmay tur. Elitni remont. Eng zo'r tarafichi, ular har kungi ishlarini video hisobot qilib senga yuborishadi. Ko'ngling xotirjam bo'ladi. Ko'rib turganingdek, yangi uyimga ko'chib keldim. Qalay? Bu yo'qlarni ham ko'rgin? Qo'yir. Kelyapsan. Ketdim. Mana, remontga nima deysan? Vashi zo'r. Bo'ldi. Men ham shularga remont qildiraman. Allo. Aka, shpatilam qolib ketibdi. Borgunimcha uyimda yo'qollaring. Pashol! Elitni remont. Yangi uyingizga. Sog'lom kiring.